Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, mana bugun biz qayerga kelib qoldik o'zim ham bilmayman. Bomyonda Hazoralarning to'yiga kelib qoldik. Mana shu yerda hozir bizni ham da'vat qilishdi. Mana to'ylarni hozir sizlarga ko'rsataman. Bizni Oy Yıldız kanalimizga abone bo'lib, like bosishni unutmang. Mana hozir sizga qiziqarli, hali bunaqa to'y ko'rmagansiz. Mana tog'ning cho'qqasini o'rtasida ayollar va erkaklar hammasi bir yoqda, bir qabila to'y desa ham bo'ladi. Hozir qiziqarli, eng menimda tushunmagan narsam shuki, to'y kelin kuyov bu yoqda birga tıpkı O'zbekistonda to'y bo'layotgandek his qildim o'zimni. Lekin Afg'onistonning boshqa tomonlarida bunaqa to'y bo'lmaydi. Erkaklar boshqa, ayollar boshqa joyda bo'lar edi. Ammo bu yoqda Yevropada o'zimni his qilib bordim. Mana sizlarni ham hozir ko'rsatyapman. Mana ko'ryapsizlar. O'zining farhang va kultur an'anatlari boshqachada bular. Hozir mana kelinni olib kelishib, kuyovlar birgalikda dans qilyaptilar. Hozir mana kelinni mana kelinni ko'ryapsizlar. O'zi juda ham qiziqarli-da bu. Afg'onistonda turli xil qabilalar bor. Ularga nima deyshadi? Hazora deyshadi bu qabilalarga. Endi qabila degani bir qavm. Afg'onistonda hammasi endi afg'on emas, tojik bor, o'zbek bor, buni bilasizlar. Mana ko'ryapsizlar, Hazoralarning to'ylari bo'lyapti. Mana bu qizda 2 kamerani ko'ryapsizlarmi? GoPro 12 kamerasi bor ekan. Bu kuyov bilan emas bu. Bu yoqda o'zi kim kimga uylanyapti, kim kimga tegyapti, men ham hozir tushunyapman. O'zim unchalik Hazora tilini ham bilmayman. Hozir biz o'sha yoqdan o'tayotganda bitta do'stimizga kelgandik, o'sha ketirdi bizni bu yoqqa. O'zi dahshat to'y bo'ldi, lekin mana bu restoran yoki otelda emas. Mana bu Yevropa, boshqa mamlakatlar mana shunaqa tashqarida to'y qilishni juda ham katta nima biladi o'zlariga. Mana shunga bularniki tog'ning o'rtasida, sahroning ichida to'y bo'lyapti. O'zi juda ham qiziqarli. O'zi bunlar bitta to'y, bir kishining to'yini qilmas ekanlar. Normalda qishloqda bir qancha o'ylanadiganlar hammasi jam bo'lib 3-4 ta kishi bir kunda to'y qilar ekan. Mana ko'ryapsizlar, Janteri va Hybrid Lux 2024 model mashinalar turganida otga mindirish ham o'z analariga, o'z rasmi ravojlariga ko'ra bu ham muhim ekan. Mana ko'ryapsizlar, otga mindirib olib kelyaptilar. Biz ham mana ketyapmiz. Yana bizni bostirib ketmang. Tushunmaydi bizlarni. Bunlar o'zbekcha bilmaydi. Qarang, bu kuyov bola. Hozir yetib kelishdi manziliga. O'zi mashina bu yoqqa ham kela oladi, lekin negadir otga bindirishdi desam, aytishdiki bizga shunaqa ot binmagan ot bo'lmaydi degan bitta so'z aytdi, lekin esimda qolmadi. Mana hozir boshqa bir marosim ham o'tkazilarmi, shuni ham birgalikda ko'raylikchi. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar, hozir bu boshqa domot ekan,
Bugun 3 ta to'y bo'layotgan ekan o'zi. Men o'zim ham avval bitta to'y bo'layotdi deb o'ylagan edim. Hozir bu bittasininkimi, ikkinchisiga ham boramiz, keyin hammasini ko'rsataman, xudo xolasa. Afg'oniston hazoralarining tog'ning o'rtasidagi to'ylarni tomosha qilar ekansiz. Bizning videomizni like va kommentlarga yozishni unutmang. O'zi bu hazoralarning jamiyatdagi eng boy madaniyati menga ham juda ham qiziqib ketdi lekin. Afg'onistonni olim o'zim ham bilmagan edim mana shunaqa joy borligini. Qadimiy an'analarning hammasi endi marosimi boshqachada bularni. Bir qancha marosimlar bor ekan, hammasini o'tkazib bordik. Biz ham kechroq kelib qoldik, lekin boshqa videolarimizda hammasini birma-bir ko'rsatamiz. Mana bu ot minib turgan to'y emas, bu boshqa kiyov. O'zi bizlarda 20 ta, 30 ta to'y hammasi bir hay rahmat. Bizga qarab o'ynab beryapti. Ha, o'ynaylar. Lekin bizni tushunmaydi bular. Men o'zim ham hazora tilni unchalik bilmayman. Juda ham boy kultur va merosga ega ekan bu hazoralar. Ularni unishtirish marosimlari ham boshqacha ekan. Kiyov bilan qiz ikkovi bir-birini ko'rib unishtirishar ekan. Ammo boshqa qabilalarda, boshqa qavmlarda bunday emas. Faqat tojiklarda ham ozgina %30% shunaqa. Gap yo'q. Mana Afg'onistonda ham shunaqa joylar bor ekan. Hamma to'ylarni erkaklar ko'rib, bugungacha to'ylarda erkaklarni ko'rgan bo'lsa kerak, lekin hazoralarda bunday odat yo'q. Hammasi bir-biri qavm bo'ladi. Hammasi bir-birini taniydi. O'shaning uchun bunday odatlar yo'qki, erkaklar bilan ayollar boshqa joyda to'y qilishsin. Aslida asosiy marosimlar ham shu oila bilan chiroyli bo'ladi-da. Erkaklar bir yoqda o'tirib, ayollar bir tomonda o'tirib, ayollar to'y qilsa, bu menimcha yaxshi ham emas-da, lekin shu Afg'onistonda bilasizmi, turli xil odatlar bor, ko'payib ketgan endi. Islomiy usulda bo'lyapti deyishyaptilar, lekin menimcha islomiyga nimasi yo'q. Qizni nikoh qilmasdan berib yuborish bu islomga ham bunaqa deb aytilmagan. Hazoralarda esa mana kiyov ham oila ko'ryapsizlar, ana bu o'yniga gul toqib olgan atishkali bola kiyov bola bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, Oyildiz kanalini ko'ruvchi do'stlarimiz, mana bugun hazora to'ylarini ham ko'rdik. Hozir bundan boshqa ham an'anatlari ko'p ekan. Hozir men juda ham zerikdim. O'rtog'im chaqiryapti, ketaman. Hozir ko'rishgancha xayr, salomat bo'ling.